Qiziq holat bo'ldi-da. Bir o'quvchim savol berdi. Z avlodni o'qitganingiz yaxshimi yoki yosh kattalarni o'qitganingiz yaxshimi? Qaysi biri osonroq sizga deb savol berdi. Shunda o'ylab qoldim, ozroq o'ylab javob berdim. Menga Z avlodni o'qitish osonroq dedim. Ya'ni Z avlodni o'qitish osonroq sababi men o'zim endi 20 ga kirganman. Z avlodni tushunaman men. Nimani xohlashini bilaman va shunga qarab men ularga atlet qaytaraman, shunga qarab nimalarni o'rgatishni yaxshi bilaman. Ya'ni yosh kattalar, yoshi nisbatan 30 dan oshganlar, 30-40 dan oshganlarga agar nimadir o'rgatish men uchun qiyinroq. Sababini tushuntirsam, ular misol uchun texnologiyani sal nisbatan kamroq tushunishi mumkin, telefonni sal kamroq tushunishi mumkin. Teng bo'lib bizning sohada, media sohasida qiyinroq ularni o'rganish. Shuning uchun men o'zim ko'proq Z avlodga o'rgatish osonroq deb o'yladim. Ishga kirishda ham xuddi shunaqa, ishga kirishda ham, ya'ni Z avlod endi kompaniya egasi agar yoshi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, Z avlodlarni, ya'ni u ishga ko'nikib ketish qiyinroq bo'ladi. Sababi 9 dan kechki 6 gacha ishlay olmaydi. Z avlod ko'proq tezroq ishini bitkazib ketish kerak. Shuning uchun o'ylab qolaman-da, sizda qanaqa? Sizda Z avlod bilan ishlash osonmi yoki o'qitish osonmi? Yoki yosh kattalarga o'qitish, o'rgatish yoki yosh kattalar bilan ishlash osonmi? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada javob yozib keting.